Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Men Eminov Behzodbek Abdujabborovich. Sizlar bilan axborot texnologiya asoslari fanidan bugungi mavzuimiz axborot xavfsizligi. Axborot xavfsizligi bilamiz, juda muhim mavzulardan biri, qiziqarli. Axborot xavfsizligi. Rejamiz axborot xavfsizligini ta'minlashning dolzarbligi, internetning salbiy jihatlarini ongli ravishda farqlay olish, axborot xavfsizligini immunitetini shakllantirish. Axborot xavfsizligi deb ma'lumotlarni yo'qotish va o'zgartirishga yo'naltirilgan tabiiy va sun'iy xossalik tasodifiy va qasddan ta'sirlardan har qanday tashuvchilarda axborotni himoyalanganligiga aytiladi. Ilgari faqatgina konfidensial maxfiy xabarlar va hujjatlarni o'g'irlash yoki nusxa olishdan iborat bo'lsa, hozirgi kunda paytga kelib xavf esa kompyuterdagi ma'lumotlarni to'plami, elektron ma'lumotlar, elektron massivlardan ularning egasidan ruxsat so'ramasdan foydalanish ham axborot xavfsizligiga nima bo'ladi? Xavf bo'ladi. Bulardan tashqari bu harakatlardan moddiy foyda olish intilish ham rivojlangan. Ya'ni siz ma'lumotingizni, qilgan ishlaringizni kompyuterdan olib tarqatib olish mumkin bu. Axborot himoyasi deb boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta'minlovchi va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitligi, ishonchliligi, foydalanish osonligi va maxfiyligini ta'minlovchi qat'iy reglamentlar dinamik texnologik jarayonga aytiladi. Mana axborot xavfsizligini ta'minlash huquqiy me'yorlari, xavfsizlik huquqiy ta'minoti, xalqaro huquqiy me'yorlar, konstitutsiya, farmonlar, kodekslar, hujjatlar, milliy huquqiy me'yorlar, bitimlar, shartnomalar, litsenziyalar, patentlar, muallif huquqlari va yo'riqnomalar. Bu axborotni himoyalash uchun qaratilgan me'yorlar. Axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy yo'llari: axborot himoya qilish konsepsiyasi, axborot himoyasining strategiyasi va arxitekturasi, axborot xavfsizligining siyosati. Axborot xavfsizligining siyosati konsepsiya axborot xavfsizligining muammosiga rasmiy qabul qilingan qarashlar va tizimni zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda yechish yo'llari. Ikkinchisi, konsepsiyada ifodalangan maqsadlar, masalalar va ularni bo'lishi mumkin bo'lgan yechish va yo'llar asosida axborot xavfsizligini ta'minlashning muayyan rejalarida shakllantiradi. Mana ko'rib turibsiz, konsepsiyani ishlab chiqarish 3 bosqichda amalga oshirilyapti. Birinchi bosqich, ikkinchi va uchinchi bosqich. Mana shu ekranda tushuntirib boryapmiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichlarda. Axborot xavfsizligi bo'yicha talablarni deyapti. Konsepsiyaning asosiy axborot vositasining strategik tashkil etish lozim. Unda ishonchli himoya tizimini qurish uchun zarur maqsadlar, mezonlar, prinsiplar va muolajalar aniqlanadi. Axborot himoyasining umumiy strategiyasi muhim xususiyat xavfsizlik tizimini taqiqlashdir. Uning ikkita asosiy yo'nalishi bo'ladi. Himoya vositalarining tahlili, hujum bo'lganda aniqlash, axborot xavfsizligini ta'minlash, iyerarxiyasidagi ikkinchi masala siyosatini aniqlashdir. Uning mazmuni eng ratsional vositalarni va resurslar ko'rilayotgan masala, maqsad va unga yondashish tashkil etadi. Buni ko'rib turibsiz, axborotda himoyasi haqida tushunchalar berilib borilyapti. Endi bu narsa kompyuterda qanaqa bo'ladi degan savol bo'ladi. Kompyuterda qanday himoya qilamiz? Hozirgi kunda kompyuter viruslarni aniqlash, ya'ni viruslar zarar yetkazishni aniqlovchi dasturlardan foydalanamiz. Bular mana maxsus dasturlar bir necha xillari mavjud. Ya'ni bunday dasturlardan biri virusga qarshi antivirus, ya'ni kasalga qarshi dori degandek antiviruslar yaratiladi. Ya'ni antivirusda virus tushsa, unga qarshi antivirus yaratiladi. Bu antiviruslar mana AVP, Dr. Web, Note 32 dasturlar. Biz eng ko'p ishlatayotganimiz Note 32 yoki Avaz yoki Kaspersky, shu uchalasidan juda ko'p foydalanamiz. Ular virusga qarshi kurashadi. Ya'ni bu viruslar o'zi kompyuterga qanaqa zararligini bilamiz. Oldingi darsda bir aytib o'tdik. Kompyuterga tushgandan so'ng kompyuterdagi ma'lumotlarni o'chirishga harakat qiladi. Ya'ni kompyuterdagi ma'lumotlarni ishlayotganda kompyuter qatishga olib keladi yoki kompyuteringizda o'z-o'zidan notanish belgilar hosil bo'ladi. Hamma zararli narsalar shu viruslarda bo'ladi. Shu viruslardan himoya uchun antiviruslardan foydalanamiz. Shuning uchun doimiy ravishda viruslarga qarshi antiviruslarni kompyuterda o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana ekranimizda hozir pastdan ko'rib turibdi, mana antivirus haqida mana. Shu
Negesid Note 32 antivirus. Uni 4, 5, 6 va hokazo versiyalari bo'ladi. Bizga unisini farqi yo'q, lekin eng zarili antivirus o'rnatilganligi bo'ladi. Mana bu aytyapti, stroga bazalarini, nimalarni yangilang deb ogohlantiryapti. Shu antivirus bo'ladi. Shu kompyuterga qarshi himoya qiladi. Bugungi mavzuyimiz qisqacha shu. Sizlar bilan keyingi darslarda yana ko'rishguncha xayrlashamiz.